Dadam ketdilar. Voy. Voy. Bu nima qilyapsiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Nima bo'lyapti bu yerda? Bo'ldi, qo'yaveringlar bu yoqqa. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Biz ishlayotgandik mana shu yerda. Kelinglar. Kimsizlar? Sizlar kimsizlar? Bu yerda nima qilyapsizlar? Biz usta edik, opa. Ish boshlayotgandik. Xo'p. Nimaga bu narsalarni chiqarib tashlayapsizlar? Bizga buyruq berilgan shunaqa. Kim buyruq berdi? Bir ayol kishi buyurdimi? Sabinami ismi? Yo'q, biz tanimaymiz. Siz aytayotgan yo'q. Bitta erkak kishi keldi-da, buyruq berib ketdi. Yaqinda sotib oldim dedi. Qanaqasiga yaqinda oldim deydi. Axir bu uyni egasi. Bizani uyimiz bu. Ha, shu bolalar. Sen kiyimlarimizni nega otasizlar? Bo'ldi. Yo'q, biz bilmadik keyin-ya. Biz ustamiz. Yaqinda uy oldim dedi-da, o'sha kishi hamma narsani otib yuboringlar deb ketdi. Buyruq berildi. Shuni qilyapmiz. Sizlar kimsizlar o'zi? Men qo'shnisiman. Bu bolalarning uyi. Shu bolalarning uyi. Demak, o'gay onasi uyni sotib ketib qopti-da. Xo'p. Bolalar narsalarini olishsa maylimi? Mayli, bemalol. Olaversin. Qani bolalar ishni davom ettiraveraylik biz ham. Men kiyimlarimni olaman. Men ham. Ola qolinglar. Olinglar. Nima qilamiz? Ketdik. Ishimizni davom ettirib qo'yaylik. Nimaga mening kiyimlarimni otib yuboradi? Nimaga? Xafa bo'lmanglar. Bo'ldi. İlyas, İzzat. Nimaga sotiladi? Nimaga? Bizga uyimiz kerak. Uyimizni qaytarib berishsin.